sog'misiz, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukur. O'zlaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukur. Bugungi ajoyib kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizni xursand qilish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz. Rahmat. Qaysi bir yaqinlaringiz nomidan kim deb o'ylaysiz? Xolamga o'xshataman. Qarang, bizning kompaniyaga sizni nomingizga tabriknoma, rahmatnoma kelib tushgan. Shavkat aka, qaysi bir yaqinlaringiz, xolangiz emaslar lekin. Endi bilmadim, endi qarindoshlar ko'p bo'lsa. Kimdan kutasiz mana shunday chiroyli kunda? Yaqinlarimni qaysiligini bilmayman o'zi. Qizingiz bor ekanlar, Nigora opam, kuyovingiz Javlon akam. Nabiralaringiz Ali Nur Muhammadlar nomidan xursand qilmoqchimiz. Rahmat. Qizingiz bilan gaplashdim, so'radim, nima deb xursand qilay desam aytdilarki, dadajonim mani qiblagohim, suyangan tog'im, ishonchim, faxrim, borim. Shu so'zimni yetkazing, juda ham minnatdorman. Judayam rahmat aytaman. Yaxshiyam Allohim mehribon dadamga farzand qilib yaratgan. Ba'zida bilibmi, bilmaymi xafa qilgan daqiqalarim uchun uzr so'rayman. Dadajon, balki men sizga loyiq farzand bo'la oldimmi, yo'qmi bilmayman, lekin bir narsani bilaman. Siz bizga keragidan ortiq mehr bergan qahramon dadasiz. Dadajonim, yuragimni to'ri bilan, qalbimni qo'ri bilan sizni yaxshi ko'raman. Allohimdan so'raymanki, hech qachon xasta bo'lmang. Faqatgina bizani duo qilib tursangiz, baxtimizga sog' bo'lsangiz, yuragimiz urib turibdi, nafas olyapmiz. Dunyodagi eng baxtiyor dada o'zingiz bo'lasiz, deyaptilar. Shavkat aka, xursandmisiz? Qanishli, xursand bo'lmay, bu shunday. Shunday balalarim shunday tabriklaganlarga xursand bo'laman-da. Aziz boshingiz omon bo'lsin, ilohim. Rahmat. Sizlar ham o'qib berganlar uchun, aytganlar uchun katta rahmat. Rahmat. Jonajon farzandlaringizga qanaqangi so'zlaringiz bor? So'zim dunyo turguncha tursin, ballarni boshiga omon sog' bo'lsin, kuyovim ham, hammasi oilasi bilan. Ilohim. Nima de avvalambor dunyomiz tinch bo'lsin, shularni uyi ham har doim yaxshi kunlar bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Jonajon, qizingizda chiroyli she'rlari ham bor ekan, shuni ham ruxsatingiz bilan yetkazib bersam maylimi? Mayli. Marhamat. Ro'zg'or dardin bilmadim. Tashvishim o'yin ekan. Kech bo'lsa-da angladim, dadamga qiyin ekan. Sira yayrab yurmagan, kezi kelganda yangi kiyim kiymagan. O'ziga dam bermagan, dadamga qiyin ekan. Ko'zim yoshlarga to'lar. Yaxshiyam bordir ular, quchoqlab olgim kelar. Dadamga qiyin ekan. Pul so'rashni bilganman, hatto talab qilganman. O'ynab, kulib yurganman. Dadamga qiyin ekan, deyaptilar jonajon farzandlaringiz. Rahmat. Sog' bo'lsin. Shavkat aka, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, xonadoningizga doim baxtli lahzalar bo'lsin. Palma qarshi ijodkorlari tabriklab turish nasib etsin, ilohim. Rahmat mayli Alloh. Sizlarni mana shu yoshlar yetkazib, bundan ham ziyoda qilsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Bugungi kunni ajoyib o'tkazib oling deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p bo'ladi.